26-iyul kuni esa AQShning Nyu-York shahridagi Madison Square Garden majmuasida Top Rank promotorlik kompaniyasining navbatdagi Prof Box oqshomi o'tkaziladi. Unda Bob Arum boshchiligidagi Top Rank promotorlik kompaniyasi bilan hamkorlik qilayotgan super og'ir vaznli professional bokschimiz Bahodir Jalolov ham ringga ko'tariladi. Bokschimizga shu kuni italiyalik 36 yoshli Gianmarco Carzillo raqiblik qiladi. Bokschimizning menejerlik kompaniyasi Mirbox'ning ma'lum qilishicha, ushbu jang 10 raund etib belgilangan. Jalolov hozirga qadar prof faoliyati davomida 15 ta jang o'tkazib, ularning barchasida raqiblaridan ustun kelgan. O'zining barcha janglarini vatani Italiyada o'tkazgan Gianmarco Carzillo hisobida esa 12 ta g'alaba, 1 mag'lubiyat va 2 durang bor. Bahodir ishtirok etadigan boks oqshomining ikkinchi asosiy bellashuvida super yarim o'rta vazn toifasidagi hamyurtimiz Isroil Madrimovning ehtimoliy raqiblari Ksandr Zaytsev va Jorge Garcia Perez vakant bo'lib turgan WBO chempionlik kamari uchun bahs olib borishadi. Markaziy jang esa yarim yengil vazn toifasida WBC chempionlik kamari uchun Bruce Carrington va Matthews Geyta o'rtasida kechadi. Ma'lumot uchun, Bahodir Jalolov oxirgi jangini 5-aprel kuni Qozog'istonning Astana shahrida ukrainalik Igor Shevardskiyga qarshi o'tkazib, ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozongandi.